Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qarjıma tutqanan qatorchilari. Bugungi kunga ikkinchi kun 18 mart kuni biz Nuqa shahrına keldik. Şol yerden sizlerden kurslar ko'rsatamiz. Bizden olsa va ko'rsatgan muhtarlar kurs ko'tarilibdir. Nuqa shahrida qarangizlar, kurs ko'tarilibdir. Mana 1.20 o'qibdir. Az boshqa joqlardan borib ko'ramiz banklardan. Bizga demoqchi bo'lgan kompaniyam bankka tereң rasıl ko'ramiz. Nuqa shahrına kompaniya bankning yigitlarini. O'shaning birga sizlarning tutqaningiz qabul bo'lsin. Ko'pchiliklar so'z bo'yicha tarqaysan deb mana tartib qilamiz. Bizdan olsa va boshqa komitetlar sponsor muhtarlar Nuqa shahrına banklarga jo'lni salomat qilamiz. Ketganda banklarga ko'ramiz. Muhtarlar Baychun bankka keldik. Baychun bankda qarangizlar 86 60 dolar 94 20 euro 1.15 ekan bu yerda qarangizlar rubelch bu yerda sal arzon ekan. Baychun bank to'g'ri boshqa banklar ko'rasiz ketdi onda. Muhtarlar Qirg'iziston bankda to'lash shunday ekan qarangizlar 86 60 dolar 94 euro bu yerda dag'i 1.15 ekan rubelch muhtarlar rubel ko'tarilib qolibdir. Nuqa shahrida Doskriza bankda sal qimmatroq ekan qarangizlar 86 50 dolar 94 euro bu yerda 0.17 ekan qarangizlar rubelch. Muhtarlar Aziya bankda dediler shunday ekan qarangizlar biraz qimmatroq ekan 1.020 ekan qarangizlar bu yerda sal qimmatroq ekan. Boqay bankda dediler shunday ekan 86 50 euro 50 dolar 94 20 euro bu yerda 1.15 ekan qarangizlar. Muhtarlar Kesik bankda dediler 86 60 dolar 94 30 euro bu yerda da 1.020 ekan 1.020 ekan. Muhtarlar Kesik bankda. Muhtarlar bizga demoqchi bo'lgan kompaniya bankka tereң rasıl hozir kompaniya bankka keldik. Muhtarlar qarangizlar kompaniya bankda sal arzonroq ekan, biroq shu yerga kelib almashtirib yo'qolsangizlar bo'ladi. Rossiyadan boshqa mamlakatlardan aqcha olib o'tirsangizlar yaxshi jana safatli kompaniya bank. Daim sizlarning xizmatingizda. Assalomu alaykum. Muhtarlar tutqanan qatorchilari. Baringizlarga tinchlik omonchilik tilaymiz. Tutqaningiz qabul bo'lsin. O'zim ortimdan janob Muhtarlar tutqanan tilab ketaman. Omon bo'linglar, tinch bo'linglar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.